Isroil g'arbiy sohildagi falastinliklarni haydab chiqarish jarayonini tezlashtirdi. Bunga Erondagi urushning nima aloqasi bor? Ukraina muammolarga duch kela boshladi. Tramp urushga nuqta qo'yishni istayotganidan Kiyev qanday zarar ko'radi? Assalomu alaykum. Bugun 12-aprel yakshanba. Jang san'atida urush tumani degan tushuncha bor. Bu strategik miqyosda biror chalg'ituvchi amaliyot o'tkazib, o'shaning soyasida imijimida asl maqsad bo'lmish harbiy amaliyotni o'tkazib olishni anglatadi. So'nggi voqealarga qaraganda Isroil armiyasi va hukumati ham Eron bilan bog'liq keskinlik va to'qnashuvlardan ana shunday urush tumani sifatida foydalanayotgandek ko'rinadi. Ya'ni xalqaro jamoatchilik diqqati boshqa yo'nalishga burilgan bir paytda g'arbiy sohildagi vaziyat keskin o'zgara boshladi. Gap shundaki, g'arbiy sohil hududida so'nggi yillarda Isroil tomonidan aholi punktlarini kengaytirish jadallashgan. Xususan 2022-yil oxiridan buyon 100 dan ortiq yangi yoki kengaytirilgan obyektlar tasdiqlangani haqida ma'lumotlar bor. Eng bahsli jihatlardan biri xavfsizlik kabineti tomonidan 34 ta yangi aholi punktlarini barpo etish rejasi maxfiy tarzda ma'qullandi. Isroil hukumati bu yerdagi falastinliklarni o'z uylaridan haydab chiqarib, xorijdan ko'chib kelayotgan yahudiylarga topshirmoqda. Keyinchalik bu yerlarda yangi turar joylar quriladi. Bu jarayon xalqaro huquq nuqtai nazaridan olib qaraganda jiddiy bahslarga sabab bo'lib keladi. Masalan, BMT va ko'plab xalqaro tashkilotlar g'arbiy sohildagi aholi punktlarini xalqaro huquqqa zid deb hisoblaydi. Chunki 4-Jeneva konvensiyasiga ko'ra, ishg'ol qilingan hududlarga o'z aholisini ko'chirish taqiqlangan. Falastinning G'azo sektoridan tashqari yana bir bo'lagi g'arbiy sohil ham xalqaro huquq me'yorlariga ko'ra ayni shunday istilo qilingan hudud hisoblanadi. Shu bilan birga inson huquqlari tashkilotlari va kuzatuvchilarning qayd etishicha, so'nggi paytlarda ko'chmanchilar, ya'ni kelayotgan yahudiylar tomonidan zo'ravonlik holatlari ko'paygan. Human Rights Watch va Amnesty International kabi tashkilotlar falastinlik aholiga bosim kuchaygani, ayrim hududlarda esa odamlar majburan ko'chirilayotganini ta'kidlab keladi. Natijada vaziyat nafaqat mahalliy, balki mintaqaviy xavfsizlikka ham ta'sir qilmoqda. Isroil va Eron o'rtasidagi taranglik g'arbiy sohildagi o'zgarishlar bilan bir vaqtda kechayotgani esa bu jarayonlarning o'zaro bog'liqligi haqida turli tahlillar paydo qiladi. Qisqacha qilib aytganda, urush tumani tushunchasi bu yerda faqat nazariy emas, balki amaliy siyosiy vosita sifatida ham ko'rilayotgan bo'lishi mumkin. Shu bilan birga Isroil armiyasi Livandagi buzg'unchi Shia jangarilari Hizbullohga qarshi amaliyotni ham kengaytirgan. AQSh va Eron o'rtasida tuzilgan 2 haftalik otash kesim shartlarida Hizbullohga qarshi amaliyotlarni taqiqlash kiritilmagan. Biroq Eron tomoni Hizbullohga qarshi hujumlarni sulh shartlarining buzilishi deb hisoblab, yana Hormuz bo'g'ozini yopib qo'ydi. Livan hukumati ham Hizbulloh jangarilaridan bezor bo'lgan. Chunki Hizbullohning kasriga qolib, tinimsiz urushlar girdobiga tortiladi. Ayni paytda Isroil armiyasi Hizbullohga qarshi berayotgan zarbalarni keskin kuchaytirdi. 300 ga yaqin kishi halok bo'lgan, 1000 dan ortiq odam yaralangan. Zarbalar harbiy va fuqarolik obyektlari o'rtasida aniq farq qo'yilmagan holda amalga oshirilmoqda. Kuzatuvchilarning ta'kidlashicha, bunday harakatlar orqali Isroil Eronni javob choralariga majburlash va shu yo'l bilan Tehronni yana o't ochishni to'xtatish rejimiga rioya qilmagan tomon sifatida ko'rsatishni maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Afsuski, Livan Hizbullohni o'z hududlaridan haydab chiqara olmayapti. Hatto buning uchun Livan armiyasi Isroildan yordam so'rashga ham majbur bo'lgan. Ma'lumot uchun, Hizbulloh Shia jangarilari guruhi 1982-yilda Eron tomonidan tashkil etilgan bo'lib, Tehron hukumati neftdan olinayotgan milliardlab dollar daromadni o'z xalqiga emas, balki mana shu guruhlarni qurollantirish va moliyalashtirish uchun sarflab keladi. Eron xalqi esa oyiga o'rtacha 50-100 dollar daromad bilan jon saqlab sabr qilib kelmoqda. Hizbulloh Shia jangarilari shu paytgacha Yaqin Sharqda Eron rejimi topshiriqlarini bajarib keladi. O'tgan yillar davomida Suriya, Iroq va Livandagi shiaparast hukumat va kuchlarni qo'llab-quvvatlash, Oyatulloh rejimini himoya qilish uchun faoliyat yuritib keladi. Hizbulloh shu paytgacha 100 minglab sunniy musulmonlarning o'limiga sabab bo'lgan va mintaqadagi notinchliklar uchun Isroildan qolishmaydigan mavqedagi siyosiy aktyor sifatida ko'riladi. Masalan, Hizbulloh asta-sekin tinchlik hukm sura boshlagan Suriyani ham yana qonga botirmoqchi. Ma'lumki, Eronparast zolim diktator Alaviy prezident Bashar Asad Rossiyaga qochib ketganidan so'ng Suriyada nisbatan tinchlik o'rnatilib, yana hayot iziga tusha boshlayotgan edi. Biroq Katoibi Hizbulloh tashkiloti bosh kotibi Al-Hamidaviy mudofaa urushiga Suriya fronti ham qo'shilganini ma'lum qildi va bu uning fikricha dushmanlar uchun jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. U AQShga nisbatan keskin ultimatum bilan chiqish qilib, Hormuz bo'g'ozidagi kemalar harakatini to'liq bloklashga tayyor ekanini bildirdi. Ma'lumot uchun, Katoibi Hizbulloh 2003-yilda AQShning Iroqqa bostirib kirishidan so'ng tashkil etilgan
Iroqlik shiyalarning harbiylashgan tashkilotidir. U Livandagi Hizbulloh namunasida faoliyat yuritadi. Bevosita Eronning Islom inqilobi muhofizlari korpusining maxsus bo'linmasi Sepoh-u Qudsga bo'ysunadi. Erondagi urush nafaqat Yaqin Sharq uchun, balki Ukraina Rossiya mojarosiga ham ta'sir ko'rsatdi. Birinchidan, Ukrainani taslim bo'lib, yerlarini Rossiyaga tortiq etishni talab qilayotgan Donald Tramp Eron bilan chalg'ib qolib, o'z ultimatumlarini biroz unutdi. Biroq salbiy jihati shundaki, Ukrainaga berilishi kerak bo'lgan harbiy texnika, qurol va o'q-dorilar Yaqin Sharqqa va Isroilga yo'naltirilishi ham mumkin. Shuningdek, Eronning Hormuz bo'g'ozini yopib qo'yishi neft narxlarini oshirib yubordi. Natijada Tramp Rossiya neftiga qo'yilgan sanksiyalarni bir oyga yumshatdi. Buning oqibatida Moskva neft savdosidan qariyb $100 milliard qo'shimcha daromad qilgani aytilyapti. Bu esa albatta Rossiya armiyasining yanada kuchayishiga sabab bo'lishi mumkin. Chunki Putin ham barcha daromadlarni xalqqa emas, balki urushga sarflashi bilan mashhur. Ukraina prezidentining tan olishicha, Rossiya strategik zaxiralarini to'plamoqda va katta yo'qotishlarga qaramay Ukrainadagi qo'shinlari sonini yanada oshirishga muvaffaq bo'lgan. Rossiya armiyasi aprel oyi oxiriga qadar Drushkovka, Konstantinovka va Pokrovskni egallashni rejalashtirmoqda. Ukraina uchun esa sentyabr oyiga qadar vaziyat qiyinligicha qolishi aniq. Shuningdek, Rossiya Eronning arab davlatlaridagi infrastrukturalarni vayron qilish uchun AQSh harbiy bazalariga oid razvedka ma'lumotlarini Tehronga xufiyona berib turdi. Ukraina tomoni bu fakt Trampning Putinga muhabbatini biroz sovutishdan umid qilyapti albatta. Zelenskiyning aytishicha, Ukraina yaqinda 3 ta davlat bilan 10 yillik xavfsizlik kelishuvlarini imzolagan. Kiyev Yevropa neftini qayta ishlash zavodlarida qayta ishlanadigan neft yoki tayyor dizel yoqilg'isini olishni rejalashtiryapti. Zelenskiy asosiy xavfsizlik kafolatlari qatorida AQShning Rossiya tomonidan ehtimoliy takroriy bosqiniga aniq javob berish modeli, Ukraina armiyasini moliyalashtirishning kafolatlangan tizimi va Yaqin Sharq mamlakatlari tajribasi asosidagi aniq havo hujumidan mudofaa tizimlarini qayd etib o'tgan. The Guardian nashri xabariga ko'ra, Tramp Ukrainadagi urushga imkon qadar tezroq nuqta qo'yishga intilayotgani yevropalik diplomatlar orasida jiddiy xavotir uyg'otyapti. Nashr ma'lumotiga ko'ra, Yevropada AQSh kongressiga bo'lib o'tadigan oraliq saylovlar arafasida Washington Ukrainaga bosimni yanada kuchaytirishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Yevropa amaldorlari muzokaralarni shoshiltirish, Kiyevga hududiy yon berishlarini, jumladan Donbass masalasini ham majburlab qabul qildirishga urinishlarga olib kelishi mumkinligidan xavotirga tushgan. Yevropa ittifoqining bir vakili ta'kidlashicha, Trampning sabri tugab bormoqda va u tezroq qaror chiqarishni istayapti. The Guardian ma'lumotiga ko'ra, Yevropada shuningdek AQSh diplomatiyasining faollashishi, jumladan Oq uy maxsus vakillarining Kiyevga tashrifi ehtimoli ham xavotir uyg'otgan. Bu muzokaralar jarayonini qayta ishga tushirishga urinish sifatida baholanmoqda. Ammo Ukrainaga bosim o'tkazish xavfi ham yo'qolmaydi. Yana bir yevropalik amaldorning aytishicha, Kiyevni tayyor fakt oldida qoldirish xavfi ham mavjud. Nima bo'lganda ham Ukraina yanada og'irroq muammolarga duch keladiganga o'xshaydi. Vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan tahlillarimiz shulardan iborat edi. Keyingi yakshanbada dasturlarimizda uchrashguncha xayr.